Bismillahirrahmanirrahim. En güzel maqtash ve en esil madihalar olamlarning yaratquchisi va parvishchisi Alloh taologa xosdir. Haq dinni bizlarga yetkazgan suyumlik payg'ambarimiz Hazrati Muhammad alayhisalomga durud, duo va salom yo'llayman. Hurmatli o'qirmanlarimiz, navbatda huzuringizga Islom aqidalari nomli kitobning davomini sunamiz. Kichik shirik amallari qaysilar? Kichik shirik amallari tövendikilar. Birinchi, o'liklarning vasitasi bilan Alloh taologa yaqinlashish maqsadida mazarlarni ziyorat qilish, tavob qilish. Chunki mazarlar faqat ibrat elish uchun ziyorat qilinadi. Ammo Alloh taologa yaqinlashish maqsadi bilan ziyorat qilinmaydi. Ka'badan boshqa joy tavob qilinmaydi. Wal yattawafu bil baytil atiq. Ya'ni Acılar kadimi bayt, yani Kabe'ni tavaf qilsin. İkinci, riya. Yani amal ibadetlerini xolis Alloh taolo uchun qilmasdan boshqalarga ko'rsatish niyati bilan qilish. Chunki bandalarning amal ibadetlerini kuzatish, ularga savob berish faqat Alloh taologa xosdir. Amal ibadetlerini boshqalarga ko'rsatish uchun qilish bo'lsa, Alloh taoloning amallarga savob berish ve ularni kuzatish sifatiga boshqalarni shirik qilib qo'shib olganlik bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom bu vaqtda mundaq deydi: "Mening sizlar uchun eng qo'rqadiganim Allohga eng kichik shirikni keltirib qo'yishinglardir. U bo'lsa-mu riyodir." Alloh taolo mundaq deydi: "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Ya'ni kimiki Rabbiga muloqot bo'lishni umid qiladi ekan, ya'ni savob umid qilib, azobidan qo'rqadi ekan, yaxshi ish qilsin. Rabbiga qiladigan ibodatga hech kimni sherik keltirmasin. 3. Alloh taologa osiylik bo'ladigan ishlarda boshqalarga bo'ysunish. Chunki Alloh taologa osiylik qilib, boshqalarga bo'ysunguchilar o'zlari bo'ysungan kishilarini Alloh taologa o'xshash, balki uningdanmi yuqori ko'rgan bo'ladi. Payg'ambar alayhisalom Allah'a asilik bo'ladigan ishda bandiga bo'ysunishga bo'lmaydi degan. Yuqorqi ishlarning birersini sodir qilgan odam gunohkor bo'lsa-mu iymondan chiqmaydi. Boshqa amallarimi bekor bo'lib ketmaydi. Alloh taologa sherik keltirganlik bo'ladigan ishlarni qilganlar qanday qilish kerak? Alloh taologa sherik keltirganlik bo'ladigan ishlarni qilgan odam uchun uningdan qat'iy qo'l uzib, qayta iymon etish va gunohlarga haqiqiy ravishda tavba qilishdan boshqa yo'l yo'q. Shunda qilganlarni Alloh taolo xolis kechiradi va gunohlarni mag'firat qiladi. Damsilish va tumor esish masalasi. Savol: damsilish shirikka kiramdi? Damsilishning shirik doirasiga kiradiganlarimi va kirmaydiganlarimi bor? Bular tuvanligicha. Birinchi, kasallarga, hatto sog'-salomat kishilarga Qur'oni Karim oyatlari yoki Alloh taoloning ism sifatlarini o'qish bilan bo'ladigan damsilish bo'lib, bu joizdir. Payg'ambar alayhisalomning Qur'oni Karim oyatlaridan o'qib dam solganligi va boshqalarning shunday qilishiga ruxsat qilganligi to'g'risida rivoyat qilingan hadislar bu xildagi damsilishning joiz ekanligini isbotlaydi. Avf ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq deb rivoyat qiladi: "Biz jahiliyatda dam solatdik. Bir kuni payg'ambar alayhisalomdan: 'Ya Rasululloh, damsilishga nima deysiz?' deb so'rab edim. U: 'Avval qandoq damsaldiganliklarini men ko'rstinglar. Damsilish Allohga sherik keltirganlik doirasiga kiradigan narsalardan xoli bo'lsalar, joiz bo'lgan bo'ladi' dedi. Fathul Majid nomli kitobni mundaq deyiladi: Islom olimlari 3 shart bilan damsilishni joiz ko'rdi. Birinchisi, damsilishni faqat Qur'on oyatlari va Alloh taoloning ism sifatlari o'qilishi. Ikkinchisi, silingan damning arab tilida bo'lib, ma'nisi tushunishlik bo'lishi. Üçüncüsü, dam o'zligidan ta'sir qilmasdan, balki Allohning izni va irodasi bilan ta'sir qiladi deb e'tiqod qilishdan iborat. Damsilishning usuli: Qur'oni Karim oyatlaridan yoki Alloh taoloning ism sifatlaridan xoliganlarini o'qib, o'ziga yoki boshqalarga suflash yoki so'g'i o'qib ishkizish yoki ichishdir. Ikkinchi, payg'ambarlarning, farishtalarning, avliyolarning yoki jinlarning ismlarini atash
yoki ma'nisi tushuniksiz tilsimlarni o'qish bilan dam selish bo'lib, bunday qilish Alloh taologa sherik keltirganlik doirasiga kiradi. Tumar esish, yezish va uningga tashabbus qilish sherik amallardan bo'lib, jahiliyatning xurafatlaridan biridir. Payg'ambar alayhisalom kimki tumar esib oladi ekan, u Allohga sherik keltirgan bo'ladi degan. Tumar esishning joiz emasligining ba'zi dalillari tuvandikicha. 1. Payg'ambar alayhisalom tumar esishni shirikdan sanagan. Shirik intayin xatarli gunoh bo'lganlikdan uningdan saqlanish uchun bu ishlarni tark etish zarur. 2. Xurafatning oldini olish muhimdir. Bu ishlar bora-bora shirik ishlarga yo'l ochadi. Shuning uchun tumar esish va yezish haromdir. 3. Tumar asqallarning ko'pinchisi tumardagi Qur'on oyatlarining hurmatini saqlayolmaganlikdan gunohkor bo'ladi. Tumar asmasdanmi baloy qazolardan saqlanish choralari bormi? Javob: albatta bor. Tumar esish hojat bo'lmasdanmi balo qazolardan va yomon ko'z, yomon tillarning, hasadxo'rlarning sharridan saqlanishning dinimizda ko'rsatilgan yaxshi choralari bor. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Payg'ambar alayhisalomning yoniga bir odam kelib, "Ya Rasululloh, meni kecha yilon chaqib oldi" dedi. Payg'ambar alayhisalom, "Agar sen oqshom yotadigan vaqtingda a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma xalaq, ya'ni Allohga sig'inib maxluqotning sharridan panoh tilayman degan bo'lsayding, sana hech qanday ziyon zahmat yetmagan bo'ladi" dedi. Payg'ambar alayhisalom yana bir hadisda sahobalarga ta'lim berib, sizlar oqshomlar yetishdan burun a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi va iqabihi va sharri ibadihi va min hamazati shayatin va ay yahdurun, ya'ni Allohga sig'inib Allohning g'azabidan, uning jazosidan va maxluqotning sharridan, shaytonlarning mong yiqilishidan va vasvas qilishidan panoh tilayman danglar. Agar shunday qilsanglar, balo qazolardan saqlanasizlar deb ko'rsatgan. Oysha radhiyallohu anhadan rivoyat qilinadiki, u mundaq degan: Payg'ambar alayhisalom har oqshimi yotoq joyiga borganida ikki olqinini birlashtirib ochqinicha Ixlos, Falaq va Nas suralarini o'qib, olqonlarga suflab badanining qo'li yetgan hamma yerini ikki olqini bilan silab chiqardi. Silashni avval beshi bilan yuzidan boshlaydi va har a'zoni 3 qatimdan silaydi. Oysha radhiyallohu anha yana mundaq degan: Payg'ambar alayhisalom badanida bir rohatsizlik his qilganida Ixlos, Falaq va Nas suralarini o'qib, badanining qo'li yetgan hamma yerini silab chiqish bilan dam solatdi. Og'riq qattiq bo'lgan chaqlarda mazkur suralarni men o'qib, uning muborak qo'li bilan, ya'ni qo'lini tutgan holda o'z qo'li bilan badanining hamma yerini silab chiqardim. Savol: shirikning ziyonlari qaysilar? Javob: shirikning ziyonlari intayin ko'p. Ulardan 1. Shirikning eng cho'ng ziyoni shuki, u shirik keltirguchining jannatdan mahrum bo'lishiga, do'zaxda mangu qilishiga sabab bo'ladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Innahu man yushrik billahi faqad harramallohu alayhi al-jannah va ma'wahu an-nar." Ya'ni kimki Allohga shirik keltiradigan, Alloh uningga jannatni harom qiladi. Uning joyi do'zax bo'ladi. 2. Alloh taologa shirik keltirgan kishining butun yaxshi amallari bekor bo'lib ketadi. Alloh taologa shirik keltirgan kishining butun yaxshi amallari bekor bo'lib ketadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Ya'ni agar ular shirik keltirsa edi, ularning qilgan yaxshi amallari albatta bekor bo'lib ketadi. 3. Shirik Alloh taologa maxluqotlarni o'xshatganlik bo'lib, uning gunohi haqiqatan ig'irdir. Uni Alloh taolo eng cho'ng haqsizlik deb atagan. Inna shirka la zulmun azim. Ya'ni shirik keltirish haqiqatan eng cho'ng haqsizlikdir. Zulm bir narsani o'z o'rnidan boshqa o'ringa qo'llanish deganlikdir. Ibodatlarda Alloh taologa shirik keltirgan odam Alloh taologa xos bo'lgan ibodatni boshqasiga mansub qilish orqali Alloh taoloning haqqiga xiyonat va o'ziga zulm qilgan bo'ladi. 4. Shirik eng cho'ng gunohlardan sanaladi. Payg'ambar alayhisalom sahobalarga "Men sizlarga eng zo'r gunohlarni aytib beraymi?" deganda, sahobalar
albatta aytib bersizlar ya Rasululloh deydi. O vaqtda payg'ambar alayhisalom eng cho'ng gunohlar Allohga sherik keltirish va ota-onani qaqshitishdir deb javob berdi. Qabrlarni ziyorat qilishning savobi. Savol. Qabrlarni ziyorat qilishning hukmi nima? Javob. Qaysi bir vaqtda bo'lmasin, qabrlarni ziyorat qilish savobli ishdir. Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: "Sizlarni burun qabrlarni ziyorat qilishdan to'sgan edim. Qabrlarni ziyorat qilinglar." Yana u mundaq deydi: "Qabrlarni ziyorat qilish sizlarga oxiratni aslatadi." Savol. Qabrlarni qanday ziyorat qilish kerak? Qabrlarni payg'ambar alayhisalomning ko'rsatmasi bo'yicha o'liklarga Alloh taolodan mag'firat tilash bilan ziyorat qilish kerak. O'liklardan bir narsa so'rashga bo'lmaydi. Payg'ambar alayhisalom sahobalarga qabrlarni ziyorat qilish to'g'riliq mundaq ta'lim bergan: "Bu diyorda yetayotgan mu'min musulmonlar, sizlarga Allohning salomi bo'lsin. Bizlarmi Alloh xohlagan vaqtda sizlarga yetishimiz. Bizga va sizlarga Allohdan omonlik tilayman."